Assalomu alaykum. Xabarlar, yangiliklar tafsiloti bilan efirda Davr informatsion dasturi. Studiyada Sherali Qo'chqorov. Bugun dasturimizda mamlakatimiz mustaqilligining 25 yilligi arafasida Surxondaryoda harbiy xizmatchilar uchun yangi turar joylar foydalanishga topshirildi. Ishbilarmon ayol 2016 tanlovining Toshkent viloyat bosqichidan reportaj. Poytaxtimizda Siz qonunni bilasizmi tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarning Luizianalarning o'limiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 2 nafar shaxs ushlandi. Progress MS-3 yuk kemasi xalqaro kosmik stansiya tomon parvoz qildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasi hamda O'zbekiston ekologik harakati deputatlar guruhi tomonidan qo'mita eshituvi o'tkazildi.